Assalomu alaykum. Men mana shu mahsulot haqida o'zimni fikrimni, odzivlarimni qoldirmoqchi edim. Meni qaynona oyijonimda 1 yildan beri ko'ksa artroz kasalligi bilan kurashib keladilar. Bormagan doktorimiz, qilmagan lecheniyamiz qolmagan. Shunda bitta doktorga borganimizda kollagen iching dedilar. Lekin biz aptekadagi kollagenni olib ichdik, foyda bo'lmadi. Keyin bu yoqqa yangi mahsulot kelganini ko'rdim, qarasam ichida kalsiylari ham bor ekan. Oyijonga olib bordim. Oyijon, keling shuni bitta ichib ko'ring. Foydasini ko'rasiz. Ichida kalsiysi ham bor ekan. Ham keyin tabiiy mahsulot dedim. Ikkinchi kunni o'zida ko'ksa artrozdagi juda kuchli og'riq qo'yib yubordi. Даже hassada yuradigan bo'lib qoluvdilar. Hozir juda ham nima deydi, energichnilar, energiya beradi, og'riq yo'q, yugurib mendan ham chaqqon xizmat yo'q, hassada yurmayaptilar. Уже mendan chaqqon xizmat qilyaptilar nevaralariga. O'rtoqlar, hech ham ikkilanmanglar, olinglar. Bu chisti men tomonlama berilgan odziv. Hali yana bunaqalar nechta bo'lishi mumkin. Odamlarga yetkazinglar. Bizning vazifamiz shunaqa yaxshi olgan natijalarimizni insonlar bilan bo'lishish. Bilasizlar, har doim yaxshi narsani bo'lishamiz.